Assalomu alaykum aziz obunachilar. 16-kassa Glавный priz $100,000 Andijon Sharxonga nasib qilgandi. Mana Xudo xolasa o'z egalariga topshiramiz sizlar bilan. Hammalarga shunday kunlar nasib qilsin aziz obunachilar. Hammalar bilan shunday xursandchilik kunlarni ko'rish nasib qilsin. Hammalarga omad. Assalomu alaykum akalar, tuzingmisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Biz aka jamoasi 5 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz. 5000-6000 dan ortiq mashinalar topshirdik. 3000 dan 4000 ga yaqin pullar, katta pullar topshirdik. Bilasizlar, akamiz 16-kassa Glавный priz $100,000 yutib olgandi. Mana aziz obunachilar, 16-kassa Glавный priz $100,000 Andijon Sharxonga, shundaymi aka? Sharxonga nasib qilgandi. Mana bugun olib keldik. Sizlarga ham rahmat. Doim yurtimiz tinch bo'lsin. Shunday xursandchi kunlarda ko'p ko'rib, mana shu mahallalarga kelib topshirib ketish nasib qilsin. Juda xursand bo'ldim, shunday qilib kutib oldinglar. Doim sog' bo'linglar. Doim shunaqa xursandchilik kunlarda shu mahalladoshlar bilan ko'rish nasib qilsin. Sizlarga ham rahmat. Aytganingiz Xudo xolasa endi o'rganib oldim, kelaveraman ko'p. Mana aziz obunachilar, 16-kassa Glавный priz $100,000 da endi otamizni ozgina suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlar bilan o'zlaringiz. Rahmat. Bu yer qayer? Bu yer Sharxon Xonquruq. Xonquruq. Akamiz telefon qilgandir ash kuni. Hammamizga qiziq. Nima dedi? Endi qo'yaring uni. Tonggacha uxlatmadi, bu bitasi. Nima dedi? Oldin so'kdim. Nimaga? Rostmikin dedingizmi? Sen dedim, qanday nima yutib oldim dedi. Qimir o'ynadim dedim. So'kdim keyin buni. So'ksam, yo'q dedi, unaqa emas, boshqacha aka-ukadan o'ynadim. Aka-ukasini men bilmayman dedi. Keyin ana yaqin hisob-kitob qildik. Ha, bo'p turaman, qulli bo'lsin dedim. U ham menga qulli. Keyin uyqu ham bo'lmagandi bundan beri. Uxlaganmi? O'zi aytdimmi? Endi bu yog'ini aytaymi? Olib kelguncha men uxlaolmadim. Bu yog'i siz uxlayapsiz. Mana aziz obunachilar, 16-kassa Glавный priz $100,000. Mana akalar, opalar, akamizni otalarini qo'llariga topshiryapman. Yaxshi kunlar ishlasin. Hammaga nasib qilsin iloyim. Ishlaringiz rivoj bersin, tanjani sog' qilsin. Topganlarimiz to'yli yosh bilan nasib qilsin. Sizlarga ham rivoj bersin ishlaringiz. Alloh akbar. Ko'p yutavering. Doim shunday xursandchilik kunlarda yuravering. Xudo xolasa. Akamni duo qilib yuravering, hammasiga erishadi. Xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sizlarga ham shuncha vaqtlarni ayamasiz. Kelganlaring uchun rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum ona. Sizingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bari telefon qilgandi. Aka, nima dedi? Onajonim, janatim onim, yutdim, siz hozirga boraman dedi. Inshaalloh. Doim O'zi bilan barabar. Xudo xolasa. Xudo xola billo boramiz dedi. Allohga shukr. Yaxshi kunlarga ishlatinglar opa. Hech qachon tugamasin ona. Sizlarga ham bardamon bo'lsin iloyim. Hamma odamlar suyuntaveringlar. Barakasini bersin. Sizlar bo'laringga shukr. Xudoyimga nima bo'lgan ekan, mana yutdik. Allohga shukr. Oratganimiz bor ekan. Xudoyimga shukr. Sizlarga ham Mash kampaniyalarga ham rahmat. Rivojini beraversin. Charchamanglar iloyim. Bizdaqalarda iloyim, xursand qilib yuraveringlar. Xudo xolasa.
Sog' bo'ling, Iloyim. salomat bo'ling. Yana Rahmat. xursandchilik kunlari Xudo kelaveradi. xohlasa, Xudo xohlasa. Sizni ehtiyot qiling. Bardavom bo'lsin, iloyim. Har qanday nasib qilsin. Sizga ham rahmat. Rahmat. Qani kelingchi endi. Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qaysi shaharda edingiz aka? Moskva. Moskvada. Moskva. Moskvada. O'zingiz o'ynadingiz. O'zingiz borib kelib olyapsiz. Ha, Xudoga shukr. Obunachilarga hammamizga qiziq. Aka tilaklaringizni bo'lsa bildirib qo'ying. Obunachilarga rahmat. Rozi bo'lasizlar. O'yinlar rost ekan. Ishonmaganmidingiz? Olib berish Ozmoyishim ham bo'ldi, lekin ishonarli nima ekan. aka. O'ynaydilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doim xursandchilik kunlarida shunday ko'rishaveraylik. Mahalladoshlar bilan doim inoq bo'lib yuravering aka. Ko'p ko'rish nasib qilsin. Sizga ham rahmat, sizga ham rozi bo'ling. Rozimasizlar ham rozi. Omonatingizni berdim. Yaxshi kunlarda yana ko'rish nasib qilsin. Keling endi ota. Sizni ham bir suhbatingizni olaylik. Assalomu alaykum. Sizimisiz? Kim bo'lasiz? Amaksi bo'laman men. Bari aytgandir akam. Ha, aytdi, o'shancha o'rib kelgan joyimizda. Ha. Avvalambor har bitta aytadi-yu, yigit kishini omad bo'ynidan ushmadi deb. Mana omadi beribdi, necha yildan beri ishlab, qiynalgan vaqtlar bo'lib, hattoki bu to'romdan topishga olgan, qiynalgan vaqtlar bo'lib, bir omad kelgan ekan, dastaga bir borib aylanib kelib, ishlab keladi deydi, mana ishlab keldi. Shunchalik emasini Alloh berdi. Avvaliga sizlarga rahmat. Shunchalik qadr qilib kelibsizlar. Biz ishonmadik. Avvaliga Adnexbezga o'xshagan o'yinmikin dedik. Yo'q, yaxshi aka ko'rib. Chunki bu narsani men Asakada Qotepada ham kelgan vaqtlarda ko'rgandim. Mashina piloti vaqtlarda o'shani ko'rgandim. Mana Xudoga shukr, men bu safar bu pulni yutib oldik dedim. Umuman ishonmasdan kelib, o'shan sidramas turgan joyimiz edi. Mana endi ishonch bo'ldi. Allohga shukr. Endi yarimini tugatamiz birga. Voy, rahmat. Sog' bo'ling, Sizlarga rahmat. salomat bo'ling. Yaxshi kunlarni ko'rishaylik. Sizlarga ham rahmat. Doim sog' bo'linglar. Ko'p ko'rishni nasib qilsin. Shunday, xursandchilik. Rahmat. Siz kim bo'lasiz, ota? Qo'shnisi bo'laman. Mandiroqqa keling. Sizni ham suhbatingizni olaylik. Bari tog'am chiqib aytgandir. Ha, aytdim. Endi oshga eriyman degandir bari. Ha, osh endi boshlaymiz-da, mana beringiz. O'zi bu bola yaxshi bola, bir aqlli, xushli, halol yigit edi. Mana beribdi, Xudoyim shuni ravo ko'rib, iloyim yaxshi kunlarga qilsin. To'y tomoshalariga, ota-onalarini hajga olib boraman degan niyatlari ham bor edi buni. Xudoyim mana yetkizdi. Alloh rozi bo'lsin. Shu tilak e'tibor nima ekanda, Allohning nazariga tushgan har bandani yetkizsin. Tez kelib turaveringlar shunaqa qilib. Qarindosh urug' bo'lib ketaylik iloyim. Kampalaringga rahmat. Sog' bo'ling. Bardavom bo'lsin. Shunaqa xo'p ishlar qilib ko'pini yuraveringlar. Siz ham doim inoq bo'lib yuraveringlar qo'shni. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Endi aytadi, "Hofiz aka cho'maysizmi?" deydi-yu. Sizlarga rahmat. Keling endi. Sharxonda to'ni bari boshqa deydi. Asaka sovuqda barimi? Qulli bo'lsin. Endi kelinchak bo'lsa bo'ldi deydi-yu. Bo'ldi. Hozir davom. Kasım şimdi ham oling. Keling ota, mandaroqqa keling. Endi siz suhbatingizni addinni olamiz aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi rahmat. Kim bo'lasiz siz? Qudam bo'ladi. Qizimni bergan. Bari aytgandir. Tog'am. Qizimiz o'sha yerda telefon qilib, mana shunaqa bo'ldi degandi. Kechasi bir yarim kechasida telefon qiluvdi, ertamatanggacha o'zimizga kelmadi. Endi bemalol qilaverasiz. Ozmas endi. Alloh hammaga ham omad bersin, iloyim omadlarini bersin. Xudo degan ekan mana shu uylarda ovqat qilib endi Xudo xolasa bular chol kampirlarning uyi. Ovqat qilsa ruhlari ham shod bo'ladi. Mahalla ko'yiga yordam beradi, Xudo xolasa. Endi bu yaxshi omadini bersin har bandani ham. Yoshlarni. Sizga ham hammasi o'ynaverdi. Biz bilmasdik. Shundan keyin bari aka nimalarni ko'rdim. Juda ko'p savob ish qilibdilar. Ko'pchilikka tarqatibdi. Yaxshi, rahmat sizlarga. Boringlarga shukr. Siz ehtiyot qilib yuring doim. Yaxshi kunlarda hamisha Allohning panohida bo'linglar. Yaxshilik kunlarda, to'ylarda, shunaqa kunlarda. Allohu akbar. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana aziz obunachilar, 16-kassa Glawniy priz $100,000 o'z xonadonlariga yetkazib berdik. Sizlar bilan biz aka jamoasi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglar bilan shunday xursandchilik kunda ko'rishni nasib qilsin.
Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. O'zingizlarga ehtiyot qiling. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat. Kam bo'lmanglar. Sog' bo'linglar. Kutmang. Mana shu jiyanimizni tabriklayman. Doim yaxshilik kunlarda ishlatsin. Baxtimizga sog' bo'lsin, ota-onasining baxtiga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamisha xursandchilik shunaqa kunlar bo'lsin. Tanjoni sog' bo'lsin, hojilarga borishsin. Akamlar bilan tanjonlari sog' bo'lsin iloyim. Rahmat sizlarga ham, aka-uka Gulparsiga ham. Tanjonlaring sog' bo'l, umrlar uzoq, rizqlar ulug' bo'lsin. Hamisha xursandchilik bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun jiyanimiz Baxtiyorjon shu yutuqni yutib olgan ekan. Biz jiyanimni tabriklaymiz, uzoq umr tilaymiz, ota-onasining baxtiga, bolalarning baxtiga umr uzoq bo'lsin, yaxshilik ishlariga sarflasin, xayrli, barakatli bo'lsin. Sizlarga ham omad, hammani yutib qolishiga omad tilayman. Hammalaringizga rahmat. Bugun mana niyatingiz ko'ring ro'han. Aka uka xizmatingizda boy kelamiz. Chorning kasada o'ynab olmadingiz. Sinab mahallani bo'yi bo'ling. Siz hammadan zo'ri bo'ling. Aka uka xizmatingizda boy kelamiz. Chorning kasada o'ynab Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolaga hamisha yurtimizni tinch qilgin, osmonlarimizni musaffo qilgin. Sizlarga o'xshagan mana shu bandalarning g'amini yeydigan insonlar ko'payaversin. Haqiqiy halol ekan. Baxtiyor aytsa biz mana haqiqatan kechasi bilan uxlayolmay chiqdik-da. Kechasi yarim kechasi bo'ldi. Iloyim topgan pullari shu xonadonga baraka olib kelsin. Boshqalar bilan qo'sha qarisin, bolalariga bosh bo'lsin. Xayrli qilsin, mana shu uylarda o'nglab shuda o'tirgan ota-onalarning ruhlarini shod qilsin iloyim. Ota-onalarni hojilarga jo'natsin. Ular duolarini olib yurish, shularga hammamizga nasib qilsin Parvardigorim. Sizlarga ham rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Shunaqa odamlarni xursand qilib yuraveringlar. Ko'p-ko'pgina kelaveringlar endi mahallamizga. Alloh berdi orzusi. Tunlari uygusiz qildingiz mehnat. Bugun mana niyatingiz ko'ring ro'han. Aka uka xizmatingizda boy kelamiz. Chorning kasada o'ynab olmadingiz. Sinab mahallani bo'yi bo'ling. Siz hammadan zo'ri bo'ling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga aziz obunachilari, musofirdan kuzatayotgan aka-ukalar va opa-singillar. Aziz do'stlar, sizlar bilan men Abdurasul, aka-uka rozirish kanalining admini bo'laman. Bilasizlar akalar, 4 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz va 5000 ga yaqin avtomobillar va juda ko'p pul sovg'alarni o'z egalariga topshirdik. Buni ko'rgan, eshitgan, musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashyapti, afsuski tushunmasdan biz nomimizdan ochilgan soxta kanallarga aldanib qolyapsizlar. Shuning uchun akalar iltimos qilardim, aynan shu ko'rib turgan kanallarga podpisatsiya knopkasini bosib, obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va hoziroq kommentariya degan joyiga tushsanglar, biz Telegram kanalimizni silkasini qoldirganmiz. Original Telegram kanal silkasi kommentariyada akalar. Har bitta qo'yilayotgan videolarni kommentariyasiga tushsanglar, Telegram kanal doim turadi akalar. Birinchi kommentariya. Shuni ko'k silkani ustiga bosasiz va bizni Telegram kanalimizga o'tasiz. Telegram kanalda o'yinlarga start beriladi akalar. Nima sovg'alar qo'yilgan, bilet bahosi nechi bo'ldi va qachon final bo'lib o'tadi. Hamma ma'lumotlar Telegram kanalida bo'ladi. Bu akalar faqatgina kanal, bunda obuna bo'lasiz va kuzatib borasiz. Bu akalar sizlar bundan SMS yoza olmaysizlar. O'sha yerda qaysi nomerga pul tashlash kerak va bilet nechi bo'ldi, hamma ma'lumotlar Telegramda bo'ladi. Biz har doim Moskva vaqti bilan soat ertalabki 10 da start beramiz va kechki payt uzog'i bilan soat 3 da уже yakun yasaymiz. Kartalar bekitiladi. Bizda har doim bitta karta ochiq turmaydi. Shuning uchun doim yodingizda bo'lsin. Ertalab 10 da start beriladi va kechki payt uzog'i bilan soat 3 da stop deyiladi akalar. Va biletlarimiz tugaydi bilasizlar. Undan keyin bilet olish imkoniyati yo'q. Biz o'yinda O'zbekistonga ham umuman bilet sotilmaydi. Iltimos, shu narsalarga diqqatli bo'linglar va hoziroq Telegramga kommentariyaga o'tib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar akalar.